30 million sarflangan Damas'imiz tayyor bo'ldi, lekin hamma narsa idealni ketmas ekan. Bugunga kelib mobilografimiz kelolmay qoldi. Telefon qilib, aka, ishim chiqib qoldi, bora olmayman deb. Sizlarga va'da bergandik, mashinamiz bitganda nech pul, nimalarga ketganini aytib beramiz degandik. Uning uchun albatta mobilografimiz kerak. Lekin sizlar bilan bugun boshqacharoq kontent qilamiz. Hozir yo'ldan bironta Damas haydaydigan akamiz to'xtatib, mashinani ko'rsatib, shu reaksiyasini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Siz faqat like bosib qo'ying. Videoga bosib bo'ladimi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mashina Damas yaxshi ko'rasizmi yo'qmi? O'zingizgami? Bitta tuning qilganmizda bu Damasga. Bitta aylanib ko'rasiz, ishimizga baho berasiz, keyin nech pul rasxod ketganini taxminan aytib o'tasiz, bo'ladimi? Bo'ladi. Ketdi aka. Bar qo'yilgan. Ispravniy zaryadchiklargacha ishlaydi. Taxminan almashdi. Chexol taxminan. Kosmos qo'yilgan, kolonka aka. Patologga necha baho berasiz? Patologda ko'ring. Parog ikki tomonga ham qo'ydik birdan. Shumka bo'ldi. Karmetal diska balon qo'yildi, mashina benzinda lekin. Pavrotlari yonadigan, knopkalar, hamda kraska bo'ldi. Ishimizga birinchi baho bering. Ishi zo'r. Yoqdimi sizga? 3000 ga ketgan. 3000 ketganmi? Bitta mikrofon taqib olasiz, yo qo'lingizga shu olasiz. Mana, nima edi bu? Mikrofon bu. Bitta ko'ringchi, Damasda. Fikringizni oxirida aytasiz. Bo'ladimi? Aka, normalmi? Chotkimi? Taxminan 15-20 millionda. Aka, rahmat lekin sizga. Necha ketgan aka bunga? Tak 30 million. Balondan almashgan. Ha, balonlar. 30 ming? 30 million. 30 million. 30 million ketdi.